Olimlarimiz aytadilar, musibat bandaga kuchayaveradi. Musibat ortaveradi. Banda aytadiki, bo'ldi deydi, chida olmayman deydi. Toqatim qolmadi deydi. Birodar, mana shu joyi kelganda siz chidang. Nega? Qorong'u bo'ladi, sekin qorong'ulashaveradi. Sekin qorong'u bo'ladi. Tim qorong'u bo'ladi. Tim qorong'udan keyin nima bo'ladi? Qayta tong otadi, yana yorishadi. Tim qorong'u bo'lgandan keyin biling, o'sha musibatning oxiri. Chida olmayman deysiz-ku o'sha paytda. Bo'ldi, oxiriga yetib keldim deysiz-ku, demak o'sha musibatning oxiri bo'ladi. Undan keyin tong yorishaveradi. Tim qorong'u bo'lgandan keyin kun yorishadi, birodar. Mana shuning uchun Alloh taoloning fazlidan so'rayotgan holatda birodar sabr qiling. Alloh taolo sizga yaxshilik beradi.